Agar sizni yo'nalishingizda tranzit bo'lsa, quyidagi masalalarga oldindan e'tibor qiling. Tranzit paytida kamida 3 soatlik vaqt zaxirasini qoldiring. Bojxona nazorati, bagajni olish va keyingi reysga o'tish juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Misol uchun Pekinda ikkita xalqaro aeroport bo'lib, birinchisi Beijing Capital International Airport, gavjum aeroport. Ko'proq vaqt ajratishni talab qiladi. 3 ta terminali bor. Ikkinchisi Beijing Daxing International Airport, yangi va zamonaviy aeroport. Bu aeroportni Xitoydagi eng katta aeroportlar qatoriga kirgizsa ham bo'ladi. Bir yo'lakdan ikkinchi yo'lakka o'tishingiz kamida 20-30 daqiqa vaqtingizni oladi. Pekindagi ushbu ikki aeroport orasidagi masofa taxminan 70 kilometr. Mashinada 1,5 soat vaqt talab qilinadi. Shuning uchun tranzit reysingiz qaysi aeroportlardan amalga oshirilishini oldindan bilib oling. Agar tranzit reysingiz yo'q bo'lsa va qo'ngan shaharingizda bir necha soat yoki kun qolmoqchi bo'lsangiz, oldindan mehmonxonangizni topib bron qiling. Agar siz qo'ngan shaharingizdan boshqa shaharga uchmasangiz, nima maqsadda borgan bo'lsangiz, o'sha joy yaqinidan mehmonxona oling. Misol uchun Pekinga, Shuba yoki kiyim-kechakka borsangiz, Yabalu ko'chasi sizga eng qulay joy hisoblanadi. Agar sizni boshqa shaharga uchish rejangiz bo'lsa, mehmonxonani uchish aeroportiga yaqin joylashganiga e'tibor bering. Birinchi borganlar asosan vaqtni taqsimlashga qiynalishadi. Agar mehmonxonangiz aeroport yaqinida bo'lsa, o'zingizni xotirjam his qilasiz. Shahar markaziga yetib olish uchun avtobus, metro yoki taksilardan foydalanishingiz mumkin. Oldindan transport vositalari, yo'l xaritasi va narxlarini o'rganib chiqing.